Diqqat, o'zbek xalqi tayyor turing. O'zgidromet ertaga 24-iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 24-iyun seshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatiladi. Harorat kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli shamol kuzatiladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.